Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, Allohga cheksiz shukronalar bo'lsinki, ushbu fayzli lahzalarda Ziyo Media Markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ramazon tuhfasi dasturi orqali yana bir bor xonadoningiz mehmoni bo'lib turibmiz. Azizlar, bugungi suhbatimiz saxovat, birdamlik hamda bag'rikenglik mavsumi sanalmish Ramazoni Sharif bilan hamohang mavzuda. Ya'ni ijtimoiy himoya va Ramazon deb nomlangan ko'rsatuvni olib boramiz. Bugungi suhbatimizni oyatlar, hadislar va ulamolarning hikmatlari bilan boyitib borish, islom ma'rifatini qalbimizga jo etish maqsadida studiyamizga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari ustozimiz Zayniddin domla Eshonqulovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xushvaqt bo'linglar. Albatta Ziyo studiyasining bu ilmiy ma'rifiy ko'rsatuvlari elimiz uchun manfaatli bo'lsin. Bugun ko'rsatuvimiz ham inshaalloh xayrli, fayzli ko'rsatuvlardan bo'lsin. Rahmat. Ezgu tilaklar uchun katta rahmat ustoz. Bugungi mavzuyimiz ijtimoiy himoya va Ramazon deb nomlanar ekan. Umuman dinimizda ayni shu masala, ya'ni ko'makka har tomonlama muhtoj bo'lgan insonlarga yordam berish, qo'llab-quvvatlash, xayr-ehson qilish haqida qanday ko'rsatmalar, tavsiyalar kelgan? Suhbatimizni ayni shundan boshlab olsak, marhamat. Darhaqiqat yurtimizda Ramazoni Sharif juda bir ajoyib tarzda o'tib boryapti. Ramazonni shukuhi, Ramazondagi bir ajoyib muhit, Ramazondagi bir fayzni odamlarni yuzlaridagi mamnuniyatdan ham ko'rib turibmiz. Chunki ko'pchilik bugun alhamdulillah mana shu oilani bag'rida, iftorlik dasturxoni atrofida, saharlik dasturxonlarida mana bunday diniy ma'rifiy suhbatlardan bahramand bo'lyaptilar. Albatta bu ham bir ilm, bu ham bir ziyo. Shu ko'rsatuvlarimiz bizni ko'rib tinglayotganlar uchun bir manfaatli bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Bugungi mavzu ham aynan Ramazon oyiga munosib bir mavzu bo'pti. Ya'ni ijtimoiy ko'mak, himoya, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz, muruvvat, saxovat, ihson kabi fazilatli amallar. Dinimizda bu borada juda ham ko'rsatmalar ko'p. Dinimizda aytaylik, jamiki ko'rsatmalari ham shu insonning manfaati uchun desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki jamiyatda Allohning o'ziga xos bo'lgan, o'ziga ma'lum bo'lgan hikmati asosida Parvardigor olam jamiyatda insonlarni turlicha qilib yaratdi-da. Kimlardir imkoniyatlarini kengroq qilib, rizqlarini aytaylik barakali qilib yaratdi. Kimlarnidir shunga muhtoj qilib qo'ydi. Kimlarnidir boquvchisini yo'qotgan bir yetim holatda voyaga yetishliklarni iroda qildi. Kimlardir yana bemor, kasalmand odamlar bor. Ana shunday bo'lgandan keyin Parvardigor olam Qur'oni Karimni 80 dan ortiq joyda biz bandalarini moliyaviy ibodatga ham chorlagan. Ana shu moliyaviy ibodatlarni uni ham darajasi bor. Aytaylik, farz bo'lgan, qilishimiz shart bo'lgan moliyaviy ibodatlarimiz bor. Vojib bo'lgan moliyaviy ibodatlarimiz bor. Sunnat bo'lgan, nafil bo'lgan, ixtiyoriy, savobli bo'ladigan moliyaviy ibodatlarimiz bor. Aynan o'sha farz moliyaviy ibodatlari keladigan bo'lsak, bu zakot ibodati. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning 20 dan ortiqroq joyda zakot ibodatini namoz ibodati bilan bir joyda keltirganda, ana shulardan birida aytadiki, astag'firu billah va aqimus solata va atuz zakat. Namozlaringni o'qinglar, zakotlaringni beringlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalam islom dini 5 ustunga bino bo'lgan degan hadislarda aynan mana hozir Ramazon oyidamiz, Ramazon ro'zasi, 5 mahal namoz, zakot, iymon va haj. Shu 5 ta narsani bir hadisga keltirib, bular hammasi beshalasi dini islomning ustunlari. Islom dini mana shu ustunga bino bo'lgan deb juda bir ajoyib o'xshatish qilganlarda, bir ustuni bo'lmasa ham zaif bo'lib qoladi-da. Shuning uchun ham o'sha namoz kabi, Ramazon ro'zasi kabi, haj kabi zakot ham asosiy ibodatlardan biri. Alloh taolo buni buyurgan.
bunga rioya qilmagan yoki buni qilmayman deb beparvo yurganlarning holatlari gunohi kabira bo'ladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi tomonidan mana zakotni 2025-yilgi, ya'ni 1446-hijriy Ramazon oyidagi nisobi ham belgilab e'lon qilindi-da. Bunga ko'ra 61 million 200 ming so'm belgilandi. Bu nima degani? Qaysi bir insonni, mo'min musulmonni 61 million 200 ming so'm miqdorida mablag' bo'lsa yoki undan ziyod bo'lsa ham yoki shu mablag'ga to'g'ri keladigan moli mulki bo'lsa, yo aylantirib turadigan o'suvchi moli bo'lsa, yo nimadir ishlab chiqarsa, shu ishlab chiqaradigan mahsulotlarni pulga chaqqanda yoki xom ashyolarni pulga chaqqanda yoki hojati asliya deymiz, o'zi yashab turgan uyi, minib yurgan mashinasi, kiyib yurgan kiyim-kechaklardan tashqari mol mulklarni hammasini hisoblaganda 61 million 200 ming so'mdan ziyoda bo'lsa, aytaylik 700 million yoki 1 milliard, 5 milliardga ketaveradi. Bu yog'in chek-chegarasi yo'q. Qancha Alloh bergan bo'lsa, shundan 40 dan birini, 100 dan 2,5ni ajratib, zakot degan niyat bilan muhtojlarga. Muhtojlar kim ekanligi ham Qur'oni Karimda zikr qilingan. O'sha zikr qilinganlarni bugun amaldagilari eng asosiylari miskinlar. Miskin deganda hech narsasi yo'q, o'ta nochor, o'ta kambag'allarga aytiladi. Ikkinchisi faqirlar. Faqirlar deganimiz zakot nisobiga yetadigan mablag' bo'lganlar nazarda tutiladi. Ana shular bilan bir qatorda fi sabilillah, Alloh yo'lida degan yo'nalishi ham bor. Unda ham jamiyatimizdagi o'sha barcha beva bechoralar, boquvchisini yo'qotganlar, kasal bemorlar kiradi. Ana o'shanday odamlarga zakot beruvchi o'z mablag'ining 40 dan birini ajratib, hech ham achinmasdan, qiynalmasdan, xasislik, baxillik kabi illatlardan o'tib, o'sha illatlarni o'zida aytaylik jilovlab, nafsini jilovlab, o'zidagi o'sha saxovat, sahiylik kabi fazilatlarni mujassam etgan holatda ana shunaqa muhtojlarga ulashish kerak. Aynan Ramazon oyi ko'pchilik bu ishni amalga oshirishi, chunki bu oyda har bir amal uchun 70 karra ziyoda savob bor-da. Qolaversa bu oy har yil aylanib keladi-yu, hisob qilishga ham oson. Chunki Ramazon oyida zakotlarni berish odatlanganlar aynan hammasini Ramazon oyida berish kerak degan shart yo'q. Uni Ramazonga qadar ham yoki Ramazondan keyin ham keyingi Ramazonga qadar ham u xayrli ishlarni davom ettirsa bo'ladi. O'zini yon daftarchasida hisob kitobini qilib yursin. Mana bu yil mana buncha mablag'ni men zakotimga ajratdim. Mana shunchasini shu kunga qadar tarqatib bo'ldim egalariga. Qolganini ham har tarqatganda, joy chiqqanda yetkazib qo'yib ado qilib o'zini hisob kitobini qilib yurish kerak. Chunki bu Allohning amri. Tasavvur qilaylik. Bir badavlat odam bizni qo'limizga bir mablag'ni berdi. Aytdiki, mana shu mablag' sizga dedi. Lekin shundan 40 dan birini o'sha kambag'allarga, beva bechoralarga, dardmand xastalarga, tolibi ilmlarga ulashasiz. Agar shuni 40 dan birini o'shalarga ulashsangiz, men sizga yana ko'proq beraveraman desa, nima qilamiz? Albatta o'sha odamni aytganini bajaramizda. Chunki u odam bizni eshitib qolsa yoki surishtirsa, ertaga nima bo'laman? Bergan mablag'ni qaytarib olaman desa, topib ber desa, nima qilaman degan xavotirda bo'lamizmi? 40 dan biri ko'p emas-ku aslida. 100 dan 2,5 degan ko'p emas-ku. Biz bugun nimagaki ega bo'lib turgan bo'lsak, hammasi Allohning marhamati bilan-da. Biz hech qaysi birimiz aytaylik nimalar bilandir dunyoga kelmaganmiz-ku. Hattoki kiyimimiz ham bo'lmagan-ku. Bugun Allohning marhamati bilan nimagaki ega bo'lib turgan bo'lsak, qanaqa bir imkoniyatlarimiz bo'lsa, qancha mol mulkimiz bo'lsa, uni haqiqiy egasi Allohda. Biz vaqtinchalik egasimiz xolos. Bizga foydalanishimiz uchun, undan to'g'ri tasarruf etishimiz uchun berilgan mol mulk bu. Ana shu mol mulkingni bandam 40 dan birini shunaqa muhtojlarga bergin. U mol mulking ziyoda bo'ladi, baraka bo'ladi. O'sha mol mulkingni 40 dan biri shu kambag'allarning haqqi u saniki emas deb turibdi-da. Haqiqatan shunaqa. Har qancha mehnat bilan, har qancha harakat bilan, har qancha aql zakovat bilan qo'lga kiritgan mol mulkimizning 40 dan biri bu Allohning haqqi.
Alloh kimlarga berishimizni bayonini qilib qo'ygan. Uni berishimiz kerak. Ikkilanmasligimiz kerak. Bu bilan bizni mol mulkimiz kamayib qolmaydi. Balki qolganiga Alloh baraka beradi. Qolgan Allohning himoyasida bo'ladi. Agar biz zakotlarimizni o'z vaqtida ado etmasak, o'sha bizda qolganiga birovning haqqi aralashib qolgan bo'ladi. Keyin qolganini ham olib chiqib ketishi mumkin. Har qancha seyflarda, har qancha birov topolmaydigan joylarga saqlab qo'ygan odamlarni ko'rganmiz. Majbur bo'lgandan keyin o'zi qo'llari bilan olib chiqib berganda, shuning uchun zakotlarni berganda ham o'sha kambag'al bechoralarga shu zakotini ulashganda, ularga zakot beruvchi iltimos qilish kerak. Qadrdon, birodar yoki qo'shnim, mana shu sizning haqqingiz ekan. Parvardigorimiz sizni haqqingizni bizga berib qo'ygan ekan. Shu haqqingizni endi qabul qilsangiz, bizni soqit qilsangiz degan iboralar kabi xush muomalalar bilan, ochiq chehra bilan ulashish kerak. Umuman xijolat qilmaslik kerak, izza qilmaslik kerak, minnat qilmaslik kerak. Shundagina zakot qabul qiluvchi ham xursandchilik bilan qabul qilsa, zakot oluvchining, zakot beruvchining haqqiga duo qilsa, mana odamlarning o'rtasidagi bir-biriga nisbatan qalbida mehr paydo bo'ladi. Bir-biriga ehtirom paydo bo'ladi. Zakot bergan odam qalbida shunaqa bir xotirjamlikni his qiladiki, bunaqa xotirjamlikni boshqa payt his qila olmaydi. Mana shu narsani bugun zakot beruvchilar, moli nisobiga yetganlar bilishlari kerak. Undan tashqari o'sha fitr sadaqa, fidya degan moliyaviy ibodatlar ham bor-da. Fitr sadaqa Ramazon oyida har bir mu'min musulmonni nomidan beriladigan fitr sadaqa bu. Fitr sadaqa ham moli zakot nisobiga yetmasa ham, lekin kundalik bir o'zining ta'minoti bo'lib turgan mo'tadil oilalar uchun ham bu vojib amal hisoblanadi. Oilani har birini nomidan beriladigan, har bir jon boshdan beriladigan fitr sadaqasi bu. Ya'ni Ramazon oyidagi ibodatlarimiz, unda qanaqadir bir yo'l qo'yilgan kamchiliklar mukammal bo'lishligi nuqtai nazardan ham beriladigan bir fitr sadaqa. Bugun fitr sadaqani miqdorini ham O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi tomonidan belgilab berildi. Uning eng oz miqdori, buni 2 kilo bug'doyning narxida 10 ming so'm deb belgilandi. 4 kilo arpadan hisoblaydigan bo'lsak 16 ming so'm deb belgilandi. Yoki mayizdan, yong'oqdan buyog'i 120 ming, 130 ming bo'lib ketaveradi. Hamma o'zining imkoniyatidan kelib chiqib berish kerak. Bir oilada 5 kishi yashaydimi, ota-ona 3 ta farzandi. Aytaylik, tabarruk yoshdagi ota-onalari ham bor. 7 kishi. Ana shu 5 kishining hisobidan ham 7 kishining hisobidan ham hattoki homilador ayolimiz bo'lsa, uning homilasidagi farzandi nomidan ham fitr sadaqa berilishini ulamolarimiz tavsiya qilganlar. Bu ham o'sha jamiyatdagi kambag'allarni, jamiyatdagi o'ta muhtoj insonlarning manfaatini ko'zlab joriy etilgan. Undan tashqari fidya degan moliyaviy ibodatimiz bor. Fidya bu Ramazon ro'zasini tutolmaydiganlarning nomidan beriladigan moliyaviy amal bu. Qaysi kim tabarruk bir yoshga yetib qolgan otaxonlar, onaxonlar, ular juda ham keksalar. Ular tez ovqatlanib, yengilroq ovqatlanib turmasalar bo'lmaydi. Sog'liklariga zarar bo'ladi. Ana o'shalarning nomidan yo ota-onalar nomidan o'z mablag'laridan fidya bersalar bo'ladi. Yo aytaylik, surunkali kasalliklar, surunkali xastalar, umri oxirigacha davom etadigan bir xastaliklar bor-da, ular tez ovqatlanib turmasalar bo'lmaydi yoki o'sha suv ichib turmasalar bo'lmaydigan bemorlar bor. Albatta o'sha vrachlar, tibbiyot sohasining vakillarining xulosasi bilan shunaqa xulosa berilgan bo'lsa, ular ham fidya beradilar. Ana shu fidyaning miqdori ham boya yuqorida aytilganimizdek, fitr sadaqaning miqdori bilan barobar bo'ladi. Ya'ni bug'doydan olinsa 10 ming so'mdan, arpadan olinsa 16 ming so'mdan, mayizdan olinsa 120-130 ming so'm bo'lib ketaveradi. Bu ham bir moliyaviy ibodatlar. Ana shu moliyaviy ibodatlarni biz kimlarga endi berishimiz kerak degan masala ham bor. Uni ham ulamolarimiz oyat va hadislarga asoslanib aytadilarki, eng avvalo o'zini oila a'zolaridan boshlasin. Oila a'zolari deganda qaramog'idagi oila a'zolari emas.
ya'ni farzandlari, ayoli, ota-onasi emas. Aytaylik, uy-joy boshqa bo'lib ko'chib chiqib ketgan aka-ukalari, aka-ukalarning farzandlari. Ular haqiqatda muhtoj bo'lsalar, zakot oluvchilardan bo'lsalar, o'sha fidya-yu sadaqa-yu fitrga kunlari qolgan bo'lsa, ana o'shalardan birinchi boshlash kerak ekan. Qo'ni-qo'shnilar, qo'ni-qo'shnilarning ichida ham shunaqa kambag'al, nochor, miskinlar bo'ladigan bo'lsa, ularga ulashishimiz kerak ekan. Keyin hamkasblarimizning ichida ham shunaqa muhtojlari bo'lsa, ana ularga ulashishimiz kerak ekan. Yaqinlarimizdan boshlashimiz kerak ekanda. Yaqinlarimizdan boshlasak, aytaylik qarindoshlarimizdan boshlaydigan bo'lsak, ham qarindoshchalik rishtalarini bog'laganimiz, silay rahm uchun alohida ajr savob va qilgan ihsonimiz uchun alohida ajr savob bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilarimizga ulashadigan bo'lsak, qo'shnichilik haqqini ado etgan bo'lamiz va mehr-muruvvat ko'rsatganimizning savobi bo'ladi. Yaqinlarimiz ham xuddi shunaqa. Ana undan keyin yaqinlarimiz, qo'shnilarimiz, qavmi qarindoshlarimizdan ortib qoladigan bo'lsa, ana undan keyin hamshaharlarimiz, hamyurtlarimiz muhtojlarga yordam ko'rsatsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Vaholanki bugun hamma joyda ham muhtojlar bor. Qarindoshlarimizda ham bor, mahallamizda ham bor, ish joyimizda ham bor. Faqat e'tiborli bo'lishimiz kerak. E'tiborli bo'lishimiz kerak, ularni bugungi kunda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Mana bugun yurtimizda ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil bo'ldi. Davlat darajasiga ko'tarildi bu savob ishlar. Aynan mana shu savob ishlar ko'p bo'ladigan joylarda tinchlik, osoyishtalik bo'ladi, sakinat bo'ladi, fayz baraka bo'ladi. Bugun davlatimiz rahbari, prezidentimiz o'zlari bosh-qosh bo'lyaptilar bunaqa xayrli ishlarda. Mana biz imom xatib domlalarimiz bilan mahallalarga chiqib yuribmiz, oilalarga kiryapmiz. Aynan Ramazon oyida imom xatib domlalarimiz saxovatpesha homiylarni jalb qilgan holatda har kuni minglab oilalarga kirib xabar olyaptilar. Kambag'allarning iftorliklarida qatnashyapmiz bugun. O'sha imkoniyati keng bo'lgan odamlarga to'g'ri tushuntirib, baraka toping, iftoringizni juda ham katta qilib isrofgarchilik qilmagu, uni o'rniga iftorligingizni ixchamroq qilavering, lekin iftorga atalgan mablag'ingizni keling, oziq-ovqat mahsulotlari bo'ladimi, ro'zg'or ehtiyojiga zarur bo'ladigan vositalar bo'ladimi, ana ularni jamla mamlaqa muhtoj odamlarning xonadonlariga tarqataylik deyapmiz. Odamlarimiz ham alhamdulillah to'g'ri tushunyaptilar va o'zlari birgalikda borib, o'sha katta bir iftorni 1 soat, 1,5 soatning ichida juda katta miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini o'rniga o'sha ixchamroq qilib iftorlarni o'tkazib, shundan ortganini xonadonlarga kirib o'zlari ko'zlari bilan ko'ryaptilar muhtoj odamlarni. O'zlari ko'zlari bilan ko'ryaptilar u bemorlarning ahvollarini, ularning yashash turmushlarini ko'ryaptilar. Aytayaptilar ular: "Ming rahmat sizlarga ey domlalarimiz. Biz bularni bilmagan ekanmiz. Biz bularni tushunmagan ekanmiz. Juda katta rahmat. O'zimiz ham shunaqa xursand bo'ldik" degan minnatdorchiliklarni bildiryaptilar-da. Shuning uchun ham bugun prezidentimiz yuringlar, ko'ringlar, kiringlar, gaplashinglar deyaptilar-da. Buni o'ziga yarasha bir hikmatlar juda ham ko'p ekan. Alhamdulillah shunday xayrli ishlar amalga oshirilyapti va o'sha muhtoj odamlar ularga xonadonlariga olib kirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini bir o'tirishda emas, ular kerak bir hafta 10 kun davomida saharlik va iftorliklarda rohatlarni iste'mol qilib duo qilyaptilar. Xursand bo'lishyapti. Xursand bo'lib shunaqa bir duo qilishyaptiki, ularning duosi ijobatda. Saxovat ko'rsatgan insonlardan tortib elimizni, yurtimizni, xalqimizni duo qilyaptilar. Tinchligimizda bardavom bo'lishligini duo qilyaptilar. Albatta bu Ramazon oyidagi duolar ijobat, ayniqsa shu ehtiyojmand insonlarga bir muruvvat qilsak, ularning duolariga musharraf bo'lsak, inshaalloh 2 dunyoyimiz ham obod bo'ladi. Insonni tabiatda bir narsa bor. Biror bir amalga, ishga buyurilsa, menga qanday manfaat bor, qanday yaxshilik bor, xayr bor degan ma'noda savol turadi ichida. Shu ma'noda xayr ihson qiluvchilar, sadaqat qiluvchilarning savobi, ajri haqida Qur'oni Karimda qanday ko'rsatmalar, xushxabar, bashoratlar kelgan. Mana shu haqida ham bir kengroq suhbatlasak. Juda ham to'g'ri. Haqiqatda moliyaviy masalaga kelganda insonning nafsi bor-da. Moliyaviy masalalar kelganda o'sha yo'ldan uruvchi insonlar ham bor kerak bo'lsa.
Ba'zi bir oilalarni bilamiz, kimdir o'sha oilasidan saxovat qilaman deydigan bo'lsa, aka-ukalar ham qarshilik qiladi-da. "Voy, barakalloh, bu nima qilasan bunaqa qilib? Undan ko'ra o'zingni o'ylasang-chi, bolalaringni o'ylasang-chi" degan nasihatlarni berishadi-da. Vaholanki bu nasihatlar o'rinsiz nasihatlar. Alloh taoloning buyrug'i, payg'ambar alayhissalatu vassalamning sunnatlari, ko'rsatmalari shundan iboratki, imkoniyating bormi? Alloh taolo seni siylab qo'yibdimi? Sen ham qo'lingdan kelgancha birovlarga yordam qilgin. Shunda ziyoda bo'ladi. Aslida buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Aslida bundan ko'proq manfaat ko'radiganlar o'sha ihson qiluvchilarning o'zi. Oluvchi emas. Oluvchi emas. Oluvchining rizqini Alloh taolo bu orqali yetkazyapti. Lekin aslida ko'proq manfaat oladigan shu ihson qiluvchining o'zi bo'ladi. Birinchidan, uni qalbi nurafshon bo'ladi. Ichida shunaqa bir xotirjamlik, shunaqa bir rohat sezadiki, uning rohatini o'zi biladi xolos. Bundan tashqari qolgan mol va mulki Allohning himoyasida bo'ladi. Alloh o'z kafilligiga oladi. Qolgan mulkini o'sishiga, ko'payishiga va saqlanishiga. Uchinchidan, ro'zg'oridagi tinchlik, xotirjamlik bardavom bo'ladi. Umid bilan o'stirayotgan farzandlari ertaga uning uchun katta bir ne'mat bo'ladi. Va bulardan tashqari dunyoviy yaxshiliklar, dunyoviy barakalar, dunyoviy foydalardan tashqari oxirati uchun ham katta bir zaxira bo'ladi. Oxiratda sahiylar uchun katta bir mukofotlar bor, jannatlar bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom saxovat bir daraxtdir. Uning asli tomiri tanasi jannatdadir. Uning shoxlari yu barglari mana bu dunyodadir. Kimki saxovat qilib o'shani daraxtning shoxlariga tirmashsa, u albatta asliga boradi, jannatga boradi deb marhamat qilganlar. Bu o'xshatishni qarang, ajoyib bir o'xshatish. Alloh taboraka va taolo Baqara surasida marhamat qiladigan astagfiru billah, "Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba vallohu yudha'ifu liman yasha vallohu wasi'un alim." Sadaqallohul azim. Ana Parvardigor olam aytayaptiki, ihson qiluvchining misoli, ya'ni o'z molidan xolisona savob umidida Alloh uchun ihson qiluvchilarning misoli deydi, bir dona donga o'xshaydi. O'sha donani unumdor yerga ekadi-da va undan 7 bashoq unib chiqadi. Har bashog'ida 700 tadan don bo'ladi. Allohning karami keng zotdir. U o'ta karami keng va hamma narsani biluvchi zotdir. Alloh shunaqa, agar xohlasa undan ham ziyoda qiladi deb marhamat qilib qo'yganda, bu oyatning mazmuni mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, haqiqatda dehqon bir dona bug'doy doni bo'ladimi, arpa doni bo'ladimi, uni unumdor yerga ekadi. Parvarishini qiladi, suvni vaqtida beradi, o'g'itini qiladi, Alloh taolodan barakasini so'raydi. Va Alloh nasib etsa, bir dona bug'doy donidan, arpa donidan 7 ta bashoq unib chiqadi. Va har bir bashog'da 100 ta don bo'ladi. Bu hayotiy ko'zimizga ko'rib turgan haqiqat. Mana shu oyat borasida men don ishlar bilan shug'ullanayotganlar bilan gaplashganman-da, so'raganman. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bir dona bug'doy, undan 7 ta bashoq chiqib, har bir bashog'iga 100 ta don yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkinmi deb so'raganimda, aynan mana shu don sohasida xizmat qilayotganlar, don sohasida ishlayotganlar ko'p yillik tajribalardan kelib chiqib menga albatta deganlar. Shunaqa bo'ladi, ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Bir dondan 7 bashoq, undan ham ko'proq ham urib chiqadi va har bir bashog'ida 100 tadan don bo'ladi, undan ham ko'p ham bo'ladi deb aytishgan. Vaholanki ular diniy ta'limotdan yiroq odamlar. Ularning sohalari o'sha don, arpa, ana shu odamlar e'tirof qilgan. Demak, Alloh subhanahu va taoloning keltirgan ajoyib misoli bu tajribada ko'rilgan, aqlimiz qabul qiladigan, sohani egalari e'tirof etadigan bir misolda bu. Alloh taolo davomida aytayaptiki, Allohning karami keng, vasi'un alim, juda ham karami keng, bag'ri keng, xohlasa undan ham ziyoda qiladi deyapti-da. Shunday bo'lgandan keyin azizlar, biz saxovat qiladigan bo'lsak, muruvvat ko'rsatadigan bo'lsak,
zakotimizni berishimiz kerak bo'lsa, ihson qilmoqchi bo'lsak, hech ikkilanmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam albatta deb boshlagan bir hadislar bor. O'sha hadislarda aytadilarki, ihson qiluvchining moli kamaymaydi, albatta kamaymaydi uning moli deb payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam va'da qilganlar axir. Alloh taoloning va'dasini hozir eshitdik. Alloh bilan payg'ambarning va'dasiga biz bugun inonishimiz kerak. Biz iymon keltirganmiz. Ularning so'zlari astaqul kalam, so'zlarning eng to'g'risi, eng rostgo'yi o'shalar. Shunday bo'lgandan keyin bu yog'i biz amal qilib ikkilanmasdan o'sha xasislik kabi, baxillik kabi illatlarni yengib, tomiri jannatda bo'lgan saxovat daraxtini shoxini tutaveraylik. Sahiylik qilaveraylik. Alloh taolo barakamizni beradi. Ustoz, bugungi suhbat ochig'ini aytganda juda ham keng qamrovli mavzulardan biri haqida. Buni bitta ko'rsatuv yoki dastur bilan ochib berish nihoyatda mushkul. So'nggi so'z o'rnida bugungi mavzuyimizga ulug'larimizning hayotlaridan iqtibos keltirgan holatda xulosa qilib bersangiz. Darhaqiqat bu borada juda tariximizda ham, islom tarixida ham ibrat oladigan voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Xususan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ni bilamizki, bu kishi juda katta bir tijoratchi va saxiy inson bo'lganlar. Bir yili Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xalifalik davrlarida Madina-i Munawvaraga biroz qurg'oqchilik, qahatchilik kelib qolar ekan. Odamlar qiynalib qolishar ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu odamlarga borlaringni ayamanglar, bir-birlaringni ulashinglar, Alloh barakasini bersin degan qaror qabul qiladilar. Ana o'sha kecha kunduzda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning xonadonlariga 1000 qop oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat bo'lgan karvon kelgani xabari keladi Abu Bakr Siddiqqa. Va uni eshitgan madinalik tijoratchilar ham Hazrat Usmon huzurlariga boradilar. Hazrat Usmon kelinglar, marhamat deb qabul qiladilar ularni. Ular aytishadi, biz taniysiz, biz madinalik savdogarlarimiz. Xo'p, keling. Sizning xonadoningizga 1000 qopdan iborat oziq-ovqat mahsulotlari yetib kelganini eshitdik. Shunday bo'ldi. O'sha mahsulotlaringiz biz sotib olmoqchimiz. Qanchadan sotib olmoqchisizlar deganlarda 10 dirhamiga 2 dirham qo'shib bermoqchimiz. 100 dirhamiga 20 dirham qo'shib bermoqchimiz deyshadi. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bu kam-ku deydilar. Unda 30 dirham qo'shib beramiz. Bu ham kam deydilar. Unda qanchadan qo'shib beraylik? Axir biz Madinaning savdogarlarimiz, o'zingiz bilasiz deyshadi. Biriga 10 beradiganlaring bormi deydilar. Bu qanday bo'ladi deyshganda, biriga 10 beradigan bormanda. Sizlar biriga 10 bera olmasanglar, men biriga 10 beradiganiga beraman. Kim ekan u deyshadi. Ular savdogarlar da bir-birini taniydi-da. Eng yetuk savdogarlar kelganda, kim ekan u deb ular odamlarning ichidan, savdogarlarning ichidan izlab qoldi-da. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, u Parvardigorimiz o'zining kalomida va'da qilgan-ku, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Kim bir yaxshilik qilsa, ihson qilsa, infoq qilsa, muruvvat ko'rsatsa, 10 barobar ziyoda bo'ladi uniki degan va'dasi bor. Men bugun Madina ahliga mana shu mol-mulkning 1000 qopdan iborat bo'lgan bug'doy va oziq-ovqat mahsulotlari hammasini infoq qilaman. Ihson qilaman. Ajrini Allohdan kutaman. Barakasini Allohdan kutaman deb aytgan ekanlar. Alhamdulillah. Bu quruq gaplar emas, balon parvoz gaplar emas bu. Bu voqelikda bo'lgan ulug'larimiz tutgan yo'llari bu. Bugun mana shu narsalarni biz o'zimizda sinasak ham bo'ladi. İmkoniyatimiz bormi? Keng miqdorda saxovat ko'rsataveraylik. Ramazon oyida muruvvat qo'llarimizni keng ochaylik. Inshaalloh buning barakasini, buning natijasini ko'p o'tmasdan Allohning marhamati bilan ko'ramiz albatta. Bunga ishonishimiz kerak, inonishimiz kerak, hech ikkilanmasligimiz kerak. Hoji Ahror Vali xalq g'amini o'z dardi deb bilgan ulug' allomalarimizdan biri. Naqshbandiya tariqatining oltin silsilasi davomchisi. Alloma hijriy 806-yil Ramazon oyida, milodiy 1404-yil martda
qadimgi Shosh, hozirgi Toshkent viloyati hududida dunyoga kelgan. Ota-bobolari ma'rifatli kishilardan bo'lib, dehqonchilik va tijorat bilan shug'ullanishgan. Ona tarafidan Hoji Ahrorning shajarasi mashhur Shayx Xovandi Tohirga borib ulanadi. Manbalarda zikr etilishicha, bu ulug' allomaning dehqonchilik uchun mo'ljallangan yerlari Toshkent viloyatidan to Amudaryo sohillarigacha bo'lgan hududda 1300 dan ortiq ekinzorlarni tashkil etgan ekan. Shunisi e'tiborga sazovorki, ko'plab dehqonlar ayrim favqulodda soliqlardan qutulmoq uchun o'z yerlarini Hoji Ahror ixtiyoriga o'tkazishgan. Uning hukmdorlar oldidagi nufuzi mehnatkash xalqni ortiqcha tashvishlardan ozod etgan. Bu ulug' alloma o'z mol-mulkidan oladigan daromadning asosiy qismini ijtimoiy yordamga muhtoj kishilar uchun sarflagan. Misol uchun, o'sha vaqtda Toshkent aholisi yelkasiga 250 ming dinor miqdorida soliq tushganida, Hoji Ahror bu mablag'ning hammasini o'zi to'lab yuborgan. Zotan, alloma xalqning og'irini yengil qilish, uning dardiga darmon bo'lishdek ulug' maqsad bilan yashagan. Boshqa izdoshlarini ham shu maqsad yo'lida og'ishmay xizmat qilishga chorlagan. Chunonchi, ulug' shoir va mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyga saroy xizmatidan voz kechmoqchi bo'lganini bilib, xat yozadi. Xatda jumladan shunday deyiladi: Eshitishimcha, on hazrat, ya'ni sultonga mulozamat qilishdan goho malomat chekar ekansiz. Iltimos shuki, musulmonlarga madad yetkazmoq va biror faqirning dilini mushkullikdan xalos etmoq uchun, shod bo'lmog'i uchun xotiri sharifingizni saroy xizmatidan uzmang. Hoji Ahror Vali kabi el u yurtning ko'nglini shod etib yashagan ulug' ajdodlarimizning hayot yo'li bugungi kun uchun ham ibratdir. Muhtaram ustoz, avvalambor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, ayniqsa savollarimizga aniq faktlarga, tarixiy rivoyat va voqea hikoyalarga asoslangan javoblaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Alloh subhanahu va taolodan xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, ajdodlarimizdan qolgan boy ilmiy ma'naviy merosni yosh avlodga yetkazish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlaringizda o'zidan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan ijtimoiy himoya va Ramazon deb nomlangan ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Endi esa e'tiboringizni media markaz ijodkorlari tomonidan tayyorlangan yurt manzaralari sahifasiga qaratamiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hojagon silsilasining 6-chi, silsilai sharifda esa 15-chi halqa piri sifatida zikr etiluvchi Hoji Sayyid Amir Kulol taxminan 1281-yili Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi Suxor qishlog'ida dunyoga kelgan. Sayyid Amir Kulol hazratlari kulolchilik hunarini puxta egallagan. Shu kasb ila oila tebratuvchi, ta'madan xoli, halol luqma bilan turmush kechirishga da'vat etuvchi pir sifatida nom qozongan. Sayyid Amir Kulol o'z umrining asosiy qismini qishlog'i Suxorda o'tkazgan. Shuningdek, bir muddat Nasaf, hozirgi Qarshi shahrida istiqomat qilgan. Sayyid Amir Kulol 1370-yili Buxoroda o'zi tug'ilgan Suxor qishlog'ida olamdan o'tib, shu yerda dafn etiladi.
Hoji Said Amir Kulol majmuasi ko'rgan kishining ko'zini quvnatadigan obod ziyoratgohlardan biriga aylandi.